Salam qadrli ko'rman do'stlar. Ko'rib atqaninglar sizlarga yaxshi ko'radigan elchi programmasi. Hayotlikni dishvarchilik desak, ko'z oldimiz g'uvalishib ketadi. Agar hikmat deb tushunsak, ko'z oldimiz tirallishidi. Shu tiralliklar uchun biz elchi programmasini ishlab kelyapmiz. Programmamizning tajidorligini o'zgacha tan tetutqulari bilan xaridorlarning olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Cho'ng Ustam yemaklik ishlab chiqarish shirkati o'z ustiga olgan. Şinjan Pasil Xalqaro savdo shirkati programmamizni alohida qo'llagan. Programmamizga taklif bilan qatnashgan ustozlarimiz bo'lsa, Şinjan Subiy advokatlik o'rnining hamkorlashuvchisi Abdunum rayonlik ayollar birlashmasi mutaxassislar amiriga tizimliga kirgizilgan pishqon tajribali qobil advokat Fatigil Abduqodir. Qarshi olamiz Fatigilada. Sevimli psixika maslahatchisi do'stimiz Ali. Qarshi olamiz Ali. Xo'sh qani, bugungi sonimiz qaysi qizlar kelar? Qizlar o'z baxtini topa oladimi? Qandaq yigitlar kelar, o'z fikrini qandaq bayon qilar? Qani, qizlar, marhamat. Salom qizlar, xush kelibsizlar. Turmushni aynak deb keldik o'zimizni ko'rganligimiz uchun. Xo'sh, endi sahnaga chiqadigan yigitdimi, biz o'zimizning kelgusini izlab boqaylik. Topa olsak, chiroq saqlab qolaylik. Agar topolmasak, chiroqni o'chirib bo'ladi. Bu o'zimizning qoidasi, sizlarga tanishlik. Qani, ekran qaraylik, kim chiqadi. Yaxshimizlar ko'rmanlar, elchi programmasiga go'zal qizlar. Men Rustam bo'laman. Bu yil 33 yoshga kirdim. Urumchi shahrida mashina zapchastlar do'koni ochaman. Men mehr muhabbatni eng muhim bilaman. Bugun elchi programmasiga qatnashishga maqsadim bo'lsa, cho'nglarni hurmatlaydigan kichik pil bir qiz bilan tonish maqsadida keldim. Qani, Rustam, sahnaga marhamat. Yaxshimsiz ustozlar, yaxshimsizlar qizlar, yaxshimsiz Mayra. Hammalarning shu vaqt xayrlik bo'lsin. Kamin Rustamdan hammalarga o'tliq salom. Rahmat Rustam, xush kelibsiz. O'zingizni qisqacha tanishtirdingiz. Endi siz bilan tafsiliyroq tanishaylik. Oilangiz qancha jon bor? Oilamda opam ishlayman bor. Opash bilan sizlar bor. Siz turmushlik bo'lganmi ilgari? Bo'lgan. Bo'lganmi? Ajrashib ketgan. Farzandingiz bormi? Bor. O'zingizdami? Opasida. Yo'q, opasida. Necha farzandingiz bor? Bir. O'g'ilmi qiz? Qiz. Necha yosh? 8 yoshga kirdi. 8 yosh. Undaq bo'lsa, Rustam, o'zingizni xuddi bir qahvaxonaga choy ichib kelgandek, yaqin do'stlaringiz bilan uzundan buyon ko'rishmagan do'stlaringiz bilan ko'rishgandek hissiyat tutishingizni umid qilamiz. Mana shunday bo'lganda hammamizga rohatlik bo'ladi. So'rag'ingiz bor. O'zingizningki ehtiyoj nuqtasidagi savollarni so'rasangiz bo'ladi. Qani, qizlar, qaysi taraf oldir so'rasi bo'laverdi? So'rashdan xijil bo'lgan bo'lsanglar, men o'zimni yana bir qisqacha bir tanishtirib o'tay. Balkim bolasi borkan, to'y qilgankan, bu qanday bular bizning balkim yo cho'ngdo, yo manda bo'lgando, yo anda bo'lgando deb o'ylab qolsanglar mumkin. Hamishlarni odamni o'ylagandek bo'lmaydi ekan. Yaqinda taq dadamni uzib qo'ydim. Endi mening bu yerga chiqish umidim bor. Endi opam yolg'iz qoldi. Bir oilada bir ona, dada hammasi jam bo'lsa, inaqishbaq o'tkil bo'layotgan cho'rasidan ham qo'shaqo'ram o'tkil bo'ldi ekan. Endi qayg'urib o'tib ketishning o'rni yo'q. Shunga dadillik bilan bir saknaga bir chiqib baqishga maqsadim. Endi opam yolg'iz qoldi, o'zim shu. Endi qizim bo'lsa 8 yil bo'ldi, men bilan ayrilib turyapti. Ajrashgan vaqtida uy bilan qizni ayolimga bergan. Hozir shu opam bilan ishlayman. Endi meni do'kon ochaman, mashina elektr saymonlar sotaman. Kunlik qilgan ishim shu, atganda do'konga chiqaman, kech yanaman. Opamga amra bo'lmaydi, chunki opamla bu dunyolik qolgan bir opam qoldi emasmi? Amra olmasam bo'lmaydi. Lekin bu bir qonuniyat, hammadan yashaymiz, cho'ng bo'lamiz, o'limiz degandek. Shunga opamga qarab turgan, mening oldimdan xabar olgan bir illiq chiroy bir qiz bo'lgan deb kelgan. Sening endi shu burunqi oilang bilan ajrashib ketishing sababi shu opang bilan munosabatlikmi? Yo'q. Kim bilan munosabat? Opam bilan munosabatsiz. Men bilan munosabat. O'zinglarningki. O'zingning ichki ishi. To'g'ri. O'zingning o'zaro ziddiyat. To'g'ri. O'zaro chiqishmaslik, ammo cho'ngli bilan emas. To'g'ri. Rustam, noiti amaliy, rost, naq gapni qildi. Demak, oldi kendiga so'zib tatib o'ltag'im yo'q. Agar shu qizga men yarsam, shu qizmi mening ko'nglimga arzisa, men to'y qilaman, mukammal oila quraman deb kepti. Bizga mana shunday astoydil yigitlar kerakdi. G'oyalarni o'zimiz bilib bilmay,
o'tkazib yetib qolamiz yoki fursatni bilmay qolamiz. Qani qizlar sizlarmi amaliy turmush uchun o'ylashib beqinglar. Bugun qoidani buzib men oldiroq Fatigulardan bir savolni so'rab beray, hammamiz uchun o'ylanish bo'lsin. Fatigularda normal uy tutayotgan ayol ziddiyatlashib qoldi. Ular zodi kelishamidi. Am qonun oldiga berib qoldi. Bu vaqt qanday bir taraf qilinadi? Endi bu savolga nurg'un odamlar ajrashib kelsa bo'ladi deb javob berish mumkin. Advokat qanday javob berdi anglab baqaylik. Bu yerdagi ayollar bu shu qonun bo'yicha o'yinlish guvohnomasi olgan qonunliq xotin bo'lsa, endi amal bor uy tutib qolsa bo'ladi. Agar davomli o'tish imkoniyati bo'lmay qolsa, ikki taraf bu shu ajrash masalasida, farzand masalasida, o'rtaq mol mulk qarz masalalarida birlik kelalisa, har ikki taraf xalq ishlar idorasiga berib kelishim bilan ajrashsa bo'ladi. Agar unda bo'lmay, bularda shu ajrash masalasi, farzandlarni beqib tarbiyalash jihatda, o'rtaq mol mulk va boshqa masalalarda birlik kelanmasa, bir taraf sud mahkamasiga da'vo qilish orqali ajrashsa bo'ladi. Endi yana birisi shu taraflar er-xotin nomida birga turmush kechirgan, lekin o'yinlish guvohnomasi yo'q ayollarmi yo'q emas hamda. Masalan, bular shu turmushda chiqisholmay, davomli o'tish imkoniyati bo'lmay qolsa, bular shu oldi bilan qonun jihatdan qonunliq er-xotin hisoblanmaydi. Bular davomli o'tish imkoniyati bo'lmasa, sud mahkamasiga da'vo qilsa bo'ladi. Sud mahkamasi bularningki ajrashishini bir taraf qilmaydi. Lekin shu birga o'rtaq turmush kechirish jarayoni tug'ilgan farzandlarning beqish huquqi masalasi va ular erishgan o'rtaq mol mulk shakllangan boshqa shu o'rtaq qarz yoki o'rtaq hisob qilgan pullar bo'lsa, shuni qonun bo'yicha bir taraf qiladi. Shunga hamda amalba shu ayollar qonun bo'yicha o'yinish guvohnomasi ilib, qonunliq xotin bo'lib, yaxshi turmush kechirishini tavsiya qilaman. Rahmat Fatigularda. Endi bizning yinimizda hozir qonunliq ajrashgan, qonunliq bo'ytaqlikni boshdan kechirayotgan Rustam turibdi. Endi o'zaro turmush jihatda, o'rtaq qiziqish havaslaringlar jihatda savol so'rasanglar bo'ldi. Qani Sulxmar? Yaxshimisiz, xush keldingiz. Qancha yosh kirdingiz? 33. 33 mi? Bundan keyingi turmushingizga ham kelgusingizdagi ayolingiz qo'yadigan talabingiz qanday? Men talabim yo'q emas. Men puldan qismayman, gapni rostdan desam pul bor. Uyda endi opam yolg'iz. Opam yashnab qoldi-ku. Opam 60 kirib qoldi, 60 desa bashda ko'zi toza yaxshi emas opamniki. Toza ro'shan emas. Shunga opamga qishida bo'lsa, tamog'i joyida bo'lsa, nima qilaman, nima qilib bermasa, qulamdan kelish qilaman deb bozorga chiqish bo'lsin. Endi haftada bir kun do'kon taqayman-ku. Shu vaqtda ham uydagilar bilan chiqib, nag desa cho'g'lab kelsak, bundan sanlik bo'lam deb yiqilib kelsak bo'lmasdan, yana bir cho'nglarni qishib berib kelsakmi bo'ladi. Men cho'ng kutadiganim shu, meni qandoq ko'rsa, opamni shunchalik ko'rsin. Tushunishga topdingiz, rahmat. Endi o'zingizning shu xizmatdan sirt qiziqishingiz bormi? Masalan, shu kelgusi ayolingiz bilan turmushda qanday o'tganingiz bor? Men qarasam hamda o'zingiz tabiiy ham shunchaki o'zingizning samimiyatligini isbotlab turyapsiz ham deb gap so'zingizni bildim. Endi masalan, kelgusi shu ayolingiz bilan qanday turmushdan kechirganingiz bor? Masalan, yaxshi so'radingiz. Gapni rostdan desam, bu savolga javob berishda ilgari beshimda o'tgan bir ishni so'zlab turib javob beray sizga. Endi hozir nurg'un yoshlar bor. Endi ayollar jihatda masalan to'y qildikmi deydi, masalan ishkalan to'y qildik, ha. Men uyda bo'lgan ish birdamdala cho'ng uyga chiqdim. Andan keyin cho'ng uydagilarning qulqi yetib, moyga keldi, yana menga keldi. Ya mening opam bilan, ya dadam bilan bunday ziddiyat kelib qolgan. Oilada qandalish bo'lsin, mening o'ylaydiganim nima? Ayol to'y qilgandan keyin masalan olam tushulab kelsa-mu, ayol ikkisi bijas bo'ladi. Qandalish bo'lsa, uydagilar davasa, bu teqinbak yo'g'inab ketgan-ku. Mening shunday tugigan to'yishim. Birinchi turmushingiz. Birinchi to'yim shunday tugigan. Ziddiyat mana chiqdi. Uyda nima ish bo'lsa, masalan, men do'kon ketdim, ha. O chaqda bizning uyimiz Tudonxi shu tarafda. Men ma'o ya'ni
to'sran taraf do'kon ochdim. Karnisamrik polkisi deb ochgan. Başdagi do'konni. Aç do'kon ochdim. Men hisobda atdiganda do'konga kirsam, kech soat 11:30-12 da uyga yansam, bagan bilan uyaning orada xeli bor. Demak, men haftada bir kun uyga yanmanda. Shu vaqtida bu davomliq mustaqil ekansiz, bu qilib ekansiz da'vagarlikdan men Urumchidimi bir uy oldim. Opam dadam yolg'iz qoldi-da. Baganda ikki uy bor hisobda. Yan qo'shnilarni uydagilar qilib bergan vaqtda men bagan zavod xizmatchisidim. Keyin o'zim egilik tiklayman, bunda o'tib ketmayman deb qilg'ashlarda bu. Shunlar orliqdan uyda manda bo'lgan, anda bo'lgan, apangiz manda degan, albatta mening kalamda o'tindi. Qandal demsin, naytsang bo'ladi, cho'nglar bo'lgan deb. Shundoq desam, oxiri bizning uydagi gaplarni menga yigiz bulanmay, o'zining uydagilarga deyishdi. Demak, turmush buzildi-da. Turmushda ikki odam tutdi, cho'nglar qo'shilib tutgandan keyinla azroq masala kelib chiqdi. Qisqanchilik bo'lib ketdi turmush. To'g'ri. Shundaqmi? Bir narsa so'raveray, Rustam. Sizning so'l qo'l nomsiz barmog'ingizda hozirgacha uzuk bor ekan. Birisini dadam bergan, birisini ocham bergan. Birisi dadangiz bergan, birisi hadangiz bergan. Lekin buni yana matarafdagi qo'lingizga taqash imkoni yo'qmi? Chunki bu nomsiz barmoq so'l qo'l tarafda bo'lgandan keyin agar men turmushda sizni el sahnasida ko'may, odatdagi vaqt ko'rib salomlashgan bo'lsak, turmushlik bor ekan, ayoli bor ekan degan narsa men qo'lingizga qarab his qilgan bo'lardim. Endi hozir umumiy bir qarash bo'lib qoldi-ku. Men buni e'tibor bermayotganman-ku, men o'ng qo'lim salay desam, o'ng qo'lim bir sunib ketgan-ku men bor. Ha. Tushmaydi men barmoqqa. Lekin oxirdagi deganim, evet men kim biladi nisb bo'lib bugun mush sahnada mush uzuk bitib tushib ketamsiz texi. Ha? Shu yaxshiligim bor. Endi turmushda yana qanday ortiqchiliklaringiz bor, masalan, o'zingiz yaxshi ko'radigan, o'zingizningki kayfiyatni to'g'rilash uchun, ortiq elish uchun qildigan degandek. Endi men ba'zilarga o'xshash har qanday narsani o'zimga besim qila olmayman-ku. Balki ochiq kelsa ba'zilar ishchi bo'ladi, do'stlarim chaqirdi. Meni ochiqim kelsa egiz taq, masalan, yamoqlikqa ya bo'lmasa qo'yan chiqib berib, egiz chiqib, yalan ko'rib, kayfiyatimni turaqlashtirman. Nega yaxshi? Balkim ozroq vaqt yo'qolib ketishi mumkin. Yerim kun, bir kun degandek-ku, shu kayfiyatimni turaqlashtiruvchi, bu qanday qilishim kerak? Adamni qanday qilish kerak? Xiyol surish orqali hal qilgansizdan, ha? Siz ilgirki turmushingizda, turmush tutish jarayonida tak ajrashib ketguncha men eng yaxshi qilgan ishdi deb bilib o'zingizdan faxrlangidek bir ishingiz bormi? Masalan, turmush tutish jarayonida abay dedingiz, masalamni hal qilib bo'lmay ziddiyat bilan to'qnashib o'tgan-ku. Undan boshqa siz shunday vaqtlarda o'zingizni yaxshi namoyon qilib, ajab bir erlik o'rnida turib, "Men ishni ajab yaxshi qilyaptim" deb faxrlangidek ishlaringiz bormi? Chunki men ayolimga bütün tamak etishni o'rgatdim. Birinchidan. Ayolingiz tamak etishni bilmabdi. Endi nima deymiz? Tamak etishni biladi, bir ikki xil tamakni. Voyaga yetkazolmaydi. Unda desam endi bu bola ajab tamak etish kuchib ketdi, shunlar mumkin. Men 3,5 yillik oshpaz. G'arbcha tamak chiqara olmayman. O'zim g'arbcha do'kon ichib boqqan. Balkim sizlar ko'rgansizlar Sherin dunyo deb. Hajamning do'koni, ash do'konlardan ishlab, o'zim karnisamrik polkasini ichib, andan keyin burunqi Sangichi restoranda eng chong ustam bo'lib. Ha, ma'noringizni biladan, ha? Ha. Nemishqa shundoq yaxshi hunaringizni tashlab hozirgi mashina zapchastlar setishga o'tdingiz. 11 avisangiz ichida bordi deya. Bu bir qiziqish. Endi jamiyatga bo'lgan singishliqim desam bo'ladi. Hozir men tomoq hamma yerda ichilib ketdi. Yangilik bo'lib turmasa, jugamaydi u yerga. Mening qo'limdan kelgan burunqidek elqi Kambojiyda yana shu yedalimen deb o'ltasak, bu hozirgi makesda yangilik narsadan o'rganib, yangilik qilib turgan do'konlarga xaridorlar jiq kirdi. Men birlarni tutgan bo'lsam, xaridorim jiq qilish mumkin. Hamma tang tutgandan keyin xaridor azlaydi. Meningda raqobat kuchi yuqori emasmi, oshpazlik kasbida. Shunga men hozir qilayotgan mashina elektr saymalar setayotganimda, buningdan raqobat eng kuchli. Lekin yana nima deymiz, o'zimiz shu zavod bilan aloqalashib, asli mal. Endi bir mashinaning nimsini hisob qilaylik, motorni hisob qilsakmi, asli zavoddan chiqqan motor, yana birisi mashinadan so'kkan motor, yana birisi qurashtirgan motor deb 3 xil bo'lindi. Ba'zisi o'xshamaydi-cha buniki. Shunga endi mushning qiziqishim, do'stlarimni ko'pincha haydayotgan bo'lgandan keyin menda materiallar va menda tashabbus qilinglar deb o'z-o'zimizni bo'shliqdan, ha? Tijorat bo'shlig'i bor. Hamma odam asosan mashina haydayotgan bo'lgandan keyin hozir o'z bilmaydi mashinaniki qanday ko'chaga chiqdi material oson bo'ldi deb o'ylaydi. Buni
qaysi saqta, qaysi rost, ya qaysi mandığı, qaysi andığı uqmaydı. Men bununla şikirde bir dostum, hamda hansı dostumçu, tanıştırıp qo'yibman. Qiziqish orqali mishkasini qilyaptili 1,5 yil bo'ldi, uzoq bo'lmadi. Bo'ldi, kasbingizga qutuq tilaymiz. Qani, Raziya. Yaxshimisiz Rustam? Yaxshimisiz. Masalan, siz to'y qildingiz deyli hamdi. Sizning sirtlarda hamda boshqa do'stlaringiz, qiz do'stingiz, qiz do'stingiz bilan bir ay tamoq yeb o'ltirgan vaqtingizda, siz qizg'inlik bilan paranglashayotgan jarayonda ayolingiz telefon qilib, "Sen uyga vaqtda kelmading. Nada yurding?" deb sizning qizg'inligingizni so'qoqchilik sepgan vaqtda siz ayolingizga nima deb radiya bersiz? Uyga borgancha deyishayli deyman. Ashta qilamizmi? Qandoq gap bo'lsa uy deyishayli deyman. Ayolingiz qayda olmay yoq deb turibsiz-ku. Undaq bo'lsa men kel birga o'tirib tamoq yeymiz deyman. Balani boraymiz, ha? Bo'ldi keling. Raziya, yaxshi o'yladingiz. Balani qo'shib opiradigan gapmi u yerga? Siz Rustamning balasini balam deb o'ylab qo'ldingizmi? Anladım. Amanisa. Sizning tamoq yetishib bo'lgan o'lchamingiz yo'q ekan-ku. Agar siz tamoq yetishni bilmaydigan qizlarga uchrab qolsangiz-chi? Buni ham o'rgatamsiz. Manda bu tamoqning qilpi yo'q-ku. Masalan, ayol kishi aytgan, er kishi aytgan deb qilpi yo'q. Tamoq bir qatim tuzliq bo'ladi, bir qatim tuzsiz bo'ladi, bir qatim ya ochiq bo'lib qoladi, manda bo'lib qoldi. Shu vaqtda bir deb qo'ysak, tamoqning o'xshabdi avvalchi. Men ayol kishiga, bo'pmi ayolimga, endi cho'ngdada mana shunday o'rgatganchi. Maqtab turib, yaxshi qilding deb turib, aybini ko'rsatsang ishni ko'ginalaydi deb. Ashundaq o'rgatgan menga. Shunga men ayolimga mana shunday deb o'rgatgan-yu, endi qag'in nima o'rgatib bo'g'cha, meni o'rgatib qo'ydi. Shagird qo'ldan chiqib bo'g'ich bir xil chiqibdi-da. Turmush qurgandan keyin mush Urumchi turamsiz yoki yurtingiz ketamsiz? Yurt Urumchiga. Agarda sizni to'y qilmoqchi bo'lgan qizchaqchi boshqa yurtdan bo'lib, agarda siz bilan shu yerga ketishni xolasa, ketmoqchi bo'lsa, siz xohlamsiz? Men bilan kelsa hozir mening bir opam qoldi. Balkim ketmasligi mumkin. Chunki hamda bir farzand bo'lgandan keyin ota-ona qarash majburiyatimiz bor. Opam bilib men bilan ketishim notayin. Albatta. Shunga kelgusi ayolimga bo'lgan ko'z qarashim men bilan tursa, qanday vaqt bormaysa yurtiga, bilib olsak, yo bo'lmasa men aldirash olsam berib kelsa bo'ladi. Apangiz bilan to'ydan keyin birga turishni o'ylashdinglarmi, Rustam? Endi uy bor, uy ishki bo'lgandan keyin ham qo'shni uy. Udulma. Yan uy hisobda. Bizning uy olgan bo'lsa, 202 kapamdan. To'y qilgan ayolingizningki endi shuna bir kunlardan tushungizdajmi? Tushudimi? Tushungizda. Shu ayolingizning boshqa bir erlar bilan paranglashganini, chaqchaqlashganini, ana siz gap qilsangiz gap qilmay, chaqirsangiz chaqirganingizni olmay ketib qolganini masalan tushungizni ko'rsangiz, shu tushning ta'sirida ayolingizni xafalamsiz, xapilmamsiz. Endi nima deymiz? Shu tushning ta'sirida ayolingiz bilan bir ochiqlab, qizg'inib urushamsiz, urishmamsiz? Yo'q, bu tush degan endi mening farzimcha dumya yetib qolsam, mening yurkim sal besib qolsa, ondan keyin qilayimqan tushdan ko'rib ketman. Odatda tush ko'rmayman. Ko'rgan tushim ammo mening savolim javob beraman. Tushundim degan gapingizni tushundim. Ochiqlamaydi ekan. Men agar shunday tush ko'rib qolsam, siz degandekchi, bu bir tush, bu bir qalatki kichkina qalayimqanchilikdan kelib chiqqan narsa. Men hech qanday xiyolim kirib chiqmaydi. Tush qo'li bu. Masalan, masalan sizning turmushingiz ikkinchi turmush, ayolingizning turmushi ikkinchi turmush. Ishkanchiq tushunmaylam, to'y qilgandan keyin, siz ochda tushlarni ko'rib qolsangiz, ayolingiz ochiqlanmamsiz? Endi bunchalik ish ochiqlanib o'tsak, jon to'shmaydi odamlar. Shu darajada g'irib siqmasiz? Endi har qanday bir lozim ochiq bo'ladi. Ochiqimiz keladigan yer deyshanda o'tib kelsa ochiqlaymiz. Lekin Zulxumar tush bilan endi ayolga ochiqlash to'g'ri kelsa, masalan, endi bir o'g'am bol normal bir akisham o'zining ayol tushida boshqa bir akishdan paranglasa, qaradim. Chaqchaqlasa, chaqis ketmiz, qarimasa, Chinim fukam tushgan-ku. Tush
Mesela benim düşümde işte körep kalgan olsam sen düşümsen işte kızlar bilen paranlaşıp жүрüpsen düşümde majda hıyanet kılıp жүрemsen dep degen ağzını buzup gitmem ben çok var. To'xtang, men sizni hozir Aliga tutib beray. Ali, tushida ko'rgan reallikqa ishinib, tushini reallik deb o'ylab kelgusi yo'ldoshim bilan so'qishishim mumkin deydi. Ba'zi qizlarda bor bu hodisa. Shundaymi? Ha, bor. Ham bu tush nima degan vaqtda odam uxlaydi emasmi? Odam uxlagan vaqtda odamni o'yg'oq vaqtida kontrol qiladigan barliq basma hissiyotlar uxlagandan keyin sizda siz uxlaysiz-ku, kontrol qilolmaysizda. Bu vaqtda butun basma hissiyotlarning hammasi odamga hujum qiladigan gap. Ham bu tushdagi manzarlar, tushdagi ko'rinma manzarlar amaliyotda odam mingisidagi barliq tug'ilgandan tortib shu kungacha bo'lgan barliq aslimalarning hammasi bir pendan bo'ldi-ku, bu parcha rasmlar bo'ldi. Shu rasmlardan qurashtirib bir voqelik kelib chiqadi. Bu voqelik nimaga asosan qurishib chiqadi deganda, bu voqelik shu uxlayotgan odamning shu tush ko'rgan vaqtidagi asli hissiyoti bo'yicha ma'lum. Masalan, mana Rustam yuragimni besvas qalayimqan tush ko'rman dedi emasmi? Bu yurak besilgandan keyin o'ylaqa menga bir xatardan signal berdi. Bu xatardan signal bergandan keyin xatarlik hissga asosan tush paydo bo'ldi. Shu xatarlik hissiyotga mos kelgan holda sizdagi barliq uchurlarni yig'ib, siz eng qo'rqadigan bir manzarani keltirib chiqaradigan gap. Shunga tushga biz nihoyat ahamiyat beramiz. Psixologiya ajoyib ahamiyat berdi. Ammo bu ahamiyat berish malaqa bizning qizbeshi Zulqamar tushundigandek, andaq munda tush ko'ryapti, munda emas. Bu tushning mazmuni muhim emas, balki shu mazmunning hissiy xarakteri. Qo'rqinch tush ko'rdingmi, umidsizmi, yoki bir xil ochiqlab tush ko'rdingmi, yoki bo'lmasa bir xil nihoyatda ganga bir xil o'ng'aysiz tush ko'ra qolamizga, tush ko'rdingmi, yoki jug'urib etib jug'uranmay qizinib tush ko'ratan. Egizdan tushib ketib tush ko'rdingmi degandek. Mazmuni emas. Shu mazmun orqali yetkazilayotgan hissiy ilmga diqqat qilish orqali biz bu odamning normal o'yg'oq vaqtida qo'g'dayotgan, yushirayotgan, ammo uningda mavjud bo'lgan ninglayandikimiz hissiyotlari. Shuni tepkirish orqali anodek alqig'dek ya'ni hal qilamiz. Bo'ldi, rahmat. Ali ma'lum unda olsa, meni shu ko'rgan tushimda masanga xap bo'lsam o'rinliqdi. O'rinliq emas. Bu sizning nima direkt ko'rdingiz, siz ansizlikdan. Ya'ni tushdagi sizning masalan yo'lchingiz yoki o'g'il do'stingiz boshqalar bilan tomoq yeyotganda siz ham qo'rqadigan ishda ko'rishdan qo'rqadigan ish emasmi? Demak, buning o'zida ko'ngjuganning bog'liqini tushuntirib berdim. Shunga ko'ngjugan jiqib ketganda tush qalaymiqan bo'ladi, tush qalaymiqan bo'lganda uyqudan sufti intayin to'van bo'ladi. Odam xuddi uxlamagandek uyg'onib qoldi. O'zingizga ishonch chiroyli qilsanglar. Rustam, men mendaq bir taklif beray. Burunlarda bizning opalarimiz, dadalarimiz to'y qilgan zamonlarda erlar ayollarni usullarga tortib, masalan, nayt ilmiy bir yig'ilishlarda shundaq bir tanishib to'y qilgan hikoyalarni anglaydik. Lekin hozir majjuqum sababidan yig'ilamagan bilan, majjuqum yo'q vaqtlarda yig'ilganda o'g'illarningki usul tanslar qizlarni tatmaslik yoki tatmaslikdek ahvollari rost gap aytgan odamni afsuslantirdi. Agar normal sharoitda axloq doirasida qizvolni majburlamagan asosda agar o'ziga yoqtirgan, ko'ngli tushgan qizvol bo'lsa yoki usul o'ynag'isi bo'lsa tortishmi bir yaxshi ishdi. Lekin hozir o'g'illar asosan tatmaydi. Qani, siz bugun dadillik bilan sizning turmush tajribangiz bor yigit. O'zingiz mushu 8 qiz ishdan ko'nglingiz sakliga chiqiblar. Tushgan yoki azroq paranglashib vaqtingiz bor. Izchil fursat bo'ldimi, bo'lmadimi men deb o'qimadim. Ba'zilar bilan paranlashdingiz, ba'zilar bilan deb paranlashmadingiz. Biraylarni usulga tatib yiqmay. Dadillik bilan. Usul taz yaxshi o'ynayolmaydi. Mardni maydonda sinaylik qani. Yalğızlıqımda oylasang, yüreğin qılandı çimmədə. Çimmədə yarın
Özünüz qanchalik o'ynaydingiz? Endi bir Uyg'ur o'g'li olgan lekin shunchalik o'ynayolsam. Shunday men o'ynamaydim desangiz xijolat bo'lib apla. Chataq taklifdan birini berib sizni xijolat qilgan bo'ldim desam yaxshi o'yindingiz. Endi shunday bo'lganda Amanda bilan sal paranglashib qolgandek turamsiz? Ma'qul. Ha. Amanda sizdan bir savol so'raylik. Sizning kelgusidagi yo'lishingizdek qo'ydigan talablaringiz-chi? Mas'uliyatchan bo'lsam, men bek kuyinsiken deb o'ylayman. Shu azaldan shu maliklardek ashtamin aklasken deb ashtalar o'ylayman. Ondan boshqa Andan keyin ham shu romantik bo'lishini umid qilaman azalda. Qancha yosh kirdingiz? 22 yosh. Amanisa yoshli kichik. Uningsiz to'liq o'qish bitirib bo'lmadi. Endi Rustam, udil so'raya, siz bir qitim turmushda endi zarbi yegan desak bo'lmaydi. Bir pishib tavlangan. To'g'ri. Bir tajribalik bo'lgan. Bir hikoyangiz ortiq. Endi keyingi jo'ringizga nisbatan uningmi turmushda azroq tavlangan, ko'z qarashi pishib yetilgan, ig'ir yenik yuklarni ancha-muncha ko'tarib bera oladigan altini yoqtiramsiz yoki mayli yoshda kichik bo'lsin, o'zim tarbiyalab olatdim. O'zim yoqtirsam turmush tajribasi bo'lmasa-mi mayli dedimsiz. Men sizning boshdagi qaroringizni qo'shilaman. Chunki tajribaliroq bo'lsa, tajribalik bo'lsa yaxshi. Baytin amansat tartishimki maqsad kichik emasmi? Men baytin qarab baxtim mendan kichikkan. Ha. Dadil bo'lgan, intilishgan deb tatdim. Boshqa hech qanday maqsadim yo'q. Gapni rostdan desam, shunchalik intilalamda, asalam qatarda-chu, chiqalamda dadillik bormi yo'q deb tatib baxtim. Ha, bo'ldi. Undaq bo'lsa men chiroq o'chirish bosqichiga kirishni jakarlay, qizlar 3, 2, 1. Undaq bo'lsa men chiroq o'chirish bosqichiga kirishni jakarlay, qizlar 3, 2, 1. Afsus. Chiroqlarning hammasi o'chib ketib qoldi-ya. Lekin bir afsuslanig'ini marqetim shu vaqtning qisqaligi sababidan biz faqat o'g'il mehmonning oilasi haqida ozroq tushunchaga ega bo'lamiz. Taklifim Rustam, endi sizga hozircha fursat yo'q. Buda chiqib qolsangiz va yoki bundan keyin chiqmoqchi bo'lgan yigitlar qizlarning oilasi haqida savollaringlarni kengroq doirada tayyorlab kelgan bo'lsanglar, chunki turmush ikki odam tutudi deymiz. Cho'nglar aralashmaydimi deymiz. Lekin cho'nglar bilan bog'langan ikki avlod chetildigan ish bo'lgandan keyin bo'lsa, o'g'illarning qizlarning oilasi, oila o'sib yetilish ahvoli, urug' tuqqanlari ish bo'lmaganda qancha qarindishing bor, ahvoling qandoq, sen qandoq bir oilada cho'ng bo'lgan, qandaqroq odamning bolasi degandek nuqtalarga javob topsanglar yaxshi bo'larmikin deb o'ylayman. Rahmat sizga Rustam. Arzimayman. Quruq qo'l qaytmang. Shinjang shifr biotexnologiyasi ta'minlagan shifr quvvat energiya yurishligini sizga hadya qilaylik. Rahmat. Az bo'lsin qabul qiling. Ma'qul. Ritmli qiratik turmushingizning davomli ko'ngilli bo'lishiga umid qilamiz. Rahmat. Yaxshimsizlar ko'rmanlar, men hozir sahndan tushdim. Men o'ylagandek natija chiqmadi bugun. Asli yaxshi bir qizlarning qo'ldan tutib chiqib ketish niyatim botdi. Afsus, qizlarning hammasi chiroqni o'chiribdi. Shundan bilib yetdimki, o'zimning ozroq kamchiligi bor ekan. O'qituvchilarniki, mayralarniki, Ali muallimniki deb bir degan ta'limlardan o'zimning kamchilikni natijasini bilib oldim. Bundan keyin taqim tirishib, xizmat jihatda utuq qazansam, qolganlarini cho'qim o'zim bir boshqa ib chiqarlaydiganligimga ishonaman. Mush programmaga kelib, o'zimning qaysi darajada ekanligini bildim. Ani qo'g'dab ketayotgan bir yigit sahnamizga chiqdi. Ba'zida qizlar kichiklikda va yoki azroq shaxsiyatchilikda anani bak qo'g'digan, anani bak yaxshi ko'rgan yigitlardan o'zini sal orliq tashlab jiroqlashishi mumkin. Lekin anani yaxshi ko'rish u amaliyotda keyingi vaqtlarda ayolning bak asraydigan yigit ekanligidan darak berish mumkin. Demak, anani yaxshi ko'radigan yigitni hurmatlasak bo'ladi. Xo'sh, undaq bo'lsa, naqsh anglaylimi? Qani, birlikda anglaylik tomoshabin do'stlar.
ketmaysan sen yodimdin har minut har sekund sen azizsan barimdin har sekund har minut ketmaysan sen yodimdin har minut har sekund sen azizsan barimdin o'tar kunim sevinib seni ko'rgan shu kundan beri yuragim unsiz so'raydi mendan faqat seni sevgi derdi chirmab oldi meni rangsiz hayotni tintas har kuni so'rayman o'zimdan ketdi qayon yo'qlig'im qani untuk bakmaydım seni her minut sevgiliman hem seni her sekund untuk bakmaydım seni her minut söyleyemem daim seni her sekund her minut ketmezsen sen yanımdın her minut her sekund sen azizsen barimdin her sekund her minut ketmezsen sen yanımdın her minut her sekund sen azizsen barimdin bir gün kolumga elip varan kalem tunca görüp kılıpla elip kettin yürekni sabda kılıp kıynapla yurdun beni her günü jalip kıylar camalım çaknap turar gözlerim doğrulap benim kalbimge Odini taşlaydım Günde oyun bir kızda Güzel tatlı canılda Yine görsem ben onu Dildireyim sevgini Love you, I love you Varlığım sen Love you, I love you Bir tanem sen Love you, I love you Ishar sevgi Düşmez mengü Love you, I love you Varlığım sen Love you, I love you Bir tanem sen Love you, I love you Ishar sevgi Love you, I love you Düşmez mengü Qani qizlar, ekran qarayli. Endi kim chiqadi? Yaxshimsizlar ko'pchilik. Hammalarning o'sha vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Abdulla Mehmet. Kasbim takshilikda loyihalikchi. Qiziqishim bo'lsa, rasm chizish, rasmga tortish, film tortish, film kirishtirish, ovoz berish, ovoz kirishtirish, usul o'ynash qatorliqlar. Hamma odamning go'zal bir orzu, armonlari bo'lganga o'xshash. Men shu o'z orzuyim uchun to'xtovsiz tirishayotgan bir yosh. Bugun el sahnasiga o'zimni yana bir qaytam sinab beqish maqsadida keldim. Qani Abdulla, sehning marhamat. Yaxshimisiz Magrada? Yaxshimisiz Ali Molim? Yaxshimisiz Fadilada? Yaxshimi go'zal qizlar? Biz burun ko'rishganmi? Ko'rishgan. Nada? Elchida. Siz burun chiqqanmi? Chiqqan. Qanchinchi salla bo'g'iydi? Qarab kush qo'ydi. Bir eslab baqayli-ya. Yodimga keldi. Yana dadillik bilan ikkinchi qatam qadam besib siz ena muborak bo'lsin. Rahmat. Talab ehtiyojingizda ilgirlash, o'zgarish, turaqlashish degandek ahvollar bo'ldimi? Masalan, burun mandaroq o'ylab ekanman, asli ham o'ylab ekanman. Hozir o'ylasam, men turmushda mandaroq qizga ehtiyojim bor degandek. Va yoki ash burun qarashim bo'yicha yana izlab keldim demsiz. Yana izlab keldim shu. Burun qarashingiz uchun tursiz. Qanday qizvolni yoqtiradingiz? Shu asosiyati mening kasbimni qo'llaydigan. Kasbingiz nima edi? Kasbim loyilash. Loyilash. Hozir turayotgan o'rningiz Urumchi. Urumchida. Yurtingiz? Yurtim Oqsuovatdan. Oqsuovat. Oilangiz? Masalan, qanchinjan? Ular nerede? Ailemde 3 o'g'il, 1 qiz. Jami 6 jon. Siz nechinchisi? Men 3-chi o'g'ilman. O'g'ilning 3-chisi. Bo'ldi. Qani enim, qizlardan savol sorsangiz bo'ldi. Sizlardan so'rab baqsam, qizlarning nazaridagi modliq degan kiyim-kechak bo'lgan modliq sizlarning nazaringlarda qandayroq bo'lsa, mod hisoblanadi. Qizlarning nazarida asosiy men o'zim bir kirimchi ko'rgan ekan, mening nazarimda
o'ziga yarashgan kiyimlarni moda deb bilman, yana biriga g'ayrirak boshqa odamlar farqli kiyganlarni moda deb bilman. Endi davomli boshqalar bilan o'xshash formada kiygan kiyimlarni moda deb bilmayman. Bu modaga qarata hamda aniq bir aniqlama yo'q deb qarayman. Mening bu shaxsiy fikrim. Nimishga deganda, masalan, ba'zi bir kiyim-kechaklar o'zimizga bek yarashgan. Uni biz qachonlar qaysi vaqtda kiysak, nurg'un odamlar bizni kiyimga bek yarashibdi. Ajab chiroyliga, yana nerdan olding deydigan savollarni anglaymiz-ku. Undan boshqa mening nazarimda unda ochiq, haddidan ziyod unda ochiq kiyib olgan kiyimlarni moda deb qaramayman. Bo'libmi hamda bizga nisbatan texmi shundoq. Hamda bu modaga kelsak, hamda jahonda moda o'zgarib turdi ekan. Bo'libmi rang modasi boshqacha. Bir yili masalan yeshil rang, bir yili qizil rang, rang modasiga agishib, ham shuning qarta o'zimizga yarashgan kiyimlarni kiyalsak, bek ishib ketmasak, mencha eng nochisi shu yarashgan. Yarashtirib kiyalsak, shuni hammasi moda deb qarayman. Rahmat. Yaxshimi, yaxshi. Yaxshimisiz? Mening nazarimdagi kiyimlar bo'lsa, hamda o'zimmi shunday yirtqichlar bor, shunda hamda bekmi emas. Azroq chiqadi hamda. Shundaroq kiyimlar bo'lsa, hamda ko'ynak bo'lib qolsa, tar bo'lsa deb o'ylayman. Tar kiyim, yirtiq ishtanni moda deb qaraysiz. Shundami? Men nechiqadim girim model, ya'niki lekin kiyim model bo'lib nechiqadim sahna chiqqan. Men o'zim o'ylayman, o'zim yarashliq bo'lsa, hamda qisqa bo'lsin, uzun bo'lsin, odamga yarashsa, badaniga tushgudek bo'lsa, lekin moda bo'lgan ranglarni biz shu ilk chiqsak deyman. Lekin biz oddiysi kalt kiyamdiq yo uzun kiyamdiq, bir g'ayri bo'lgan fasonlarni shu tarqatasak, mush xalqlarga bildirasak deb o'ylayman. Xalqlar deganingiz hozir kimlardi? Siz hozir qaysi kasb halqasida turib, qanday salohiyat bilan modaga baho berdingiz? O'zingizning shaxsiy salohiyatimi yoki men model, kasbiy model, meningcha degan salohiyat bilan berdingizmi? Meningcha endi moda deganga asosan kirib ketadi, lekin men tarafdan o'zimni bekroq asos qildim. Shaxsiy ko'z qarashingiz. Xo'sh, inim, sizchi o'zingizning qarshida modaga siz qanday baho berasiz? Qanday qaraysiz? Meningcha o'g'anda o'zimizga xos, o'zimizning an'anaviy kiyim-kechaklarni zamonga loyiq holatda moslashtirib, shuni loyilab, shu holatdagi kiyimni qilib, xoslikni ta'kidlaydigansizda. Xoslik bilan birlikda davr qadimiga tang menish. Davrdan tushib qolmaslik. To'g'ri. Zamonaviylikqa yaqinlashish, lekin cho'qim xoslikqa bo'lish. To'g'ri. Bo'ldi, qanaynim. Endi mau turmush, hayot, qiz o'g'illik, muhabbat temalaridan bir fikrlashinglar. Abdulla necha yosh? 24 yosh. 24 yosh. Abdulla, hozir siz masalan Demallik to'y qilman desangiz, uydagilaringiz qo'shlamda, masalan, hozir to'y qilsang bo'ldi yoki sen sal kichikdan balam bir oz vaqt to'xtab tursang demdi. Qo'shildi. Hozirlam to'y qilman desangiz qo'shilaveramda. Uydagilar mishadimi, boshqa yerdami? Yurtda. Yurtda. Siz izchil Urumchi tursiz-ku? Izchil Urumchi turman. Endi hozir masalan demallikqa to'y qilishga sizning butun ideyangizda uydagilarninki, o'zingizning iqtisod tarafdan butun tayyorligingiz bitib bo'ldimi? Urumchidan uylarni oldingizmi yoki ijara uyda o'tirganmi? O'jardan tayyorlik bitmadi. O'jardan tayyorlik bitmadi shundami? Lekin to'yga bo'lgan tayyorligingiz bitdi. Tayyor masalan, yurib aniq bo'lsam to'y qilma deb o'ylaysiz shundami? Ish bo'lmasa uyning tayyorlik bitdimi? Uy yoki hozircha ijara o'tirib turib, keyinchi tirishib, men yashaganki ishlab deb ola olmayman demsiz. Meningcha o'g'anda yanılam oldin sandıma degan. Endi o'zimiz bir oilaga mas'ul bo'la olaymi deb bir o'zimizga bir o'lni sep bo'lgandan keyin, andan keyin to'y qilsak yaxshi deb o'ylayman. Endi to'xtab turing. Unda qo'l siz hozir shu o'lni sep bo'ldingizmi? Sep bo'lamadim, tirishyapman. Demak, sizning to'yga tayyorligingiz bitmabdi-ku. Shundami? Siz hozir shu mas'uliyatimni ado qila oladigan o'limni sep bo'lamdim, tirishyapman dedingiz-ku. Demak, endi hozir to'y qilsa, cho'qim uy yo mashin, u bu deb chekib, hozir asosiyatni shunda chek qo'yib oldi emasmi? Yo'q, siz xato o'ylayapsiz. Hamma qizlar, hamma oilaning bolalari undaq hammalarga cho'qim uy bo'lish kerak, mashinasi bo'lish kerak deb unda chek qo'yib olmadi. Asosiy shu jamiyatning ehtiyoji shu tariqada menyapti-ku. Nadiya, gapinglarni uzib qo'ydim. Qaraganda Abdulla bugun sahnaga
kelgusidagi jo'risini izlaydi-yu, avval muhabbat izlab chiqibdi. Muhabbatlashib baqsam, yeshimmi kichik bo'lgandan keyin 1-2 yil ko'rib baqsam degan qarashtiraq chiqqandek turdi. Shundaqmi endi yoki darhol to'y qilish qaldirayotganmidingiz? Darhol to'y qilishga qoldirmadim. Aldirmadingiz. Siz deganda shu avval muhabbatlashib bir-birimizni tushunib, anandan keyin mijoz chiqishib nim qilsa, andan keyin kelgusimizning tayyorligini tan qilsak deb qo'yimman. Tan tirishsaq, tan go'zal atini yarasak, cho'nglarga besim qilmasak. To'g'ri. Amanisa, sizga o'xshash, siz bilan tang dematlik keldigan, sizdan 2 yosh kichik keldigan qiz bu. Hozir to'y qilish qoldirmaysiz-ku. Agar maktabda o'qiyotgan bo'lsa, maktab bitirib, andan keyin ish qurilishi bo'yicha, andan keyin tayyorlik qilib, andan keyin uy mashina ilib qilamsiz. Saqlay olamsiz dedi. Saqlayman. Endi mening apam og'riq, andan endi men maishimni bir mazgil o'zim ishlatib turay desam qanday qaraysiz? Masalan, qanday to'ydan keyinmi yoki muhabbatlashayotganda bu? To'ydan keyin. To'ydan keyin bo'lsa, men metan chiqarib boqaman-da. Muhabbatlashgandan keyin endi qanday liyo qilishni yaxshi ko'ramsiz yoki qanday ishlarni yoqtirasiz? Sayohatni yaxshi ko'rasiz. Sayohat qilishni yoqtirman, andan yeşilchilikqa amroq. Manzur ko'rishni yaxshi ko'raman. Tabiat qo'yniq sig'ib kirishni yaxshi ko'rasiz aynan. Masalan, shu manzillik yalay berib, endi men o'zimning qiziqish bo'yicha endi rasm tortish yoki qisqa film ishlash, endi shu jihatdan o'zimga ilhom bo'lsin deb shunday yalay berishni yoqtiraman. Kelgusi muhabbatingizning kasbiga alohida taklif talabingiz yoki talab nima yo'q. Suhrada almashtirgan. Masalan, men siz bilan aralashib qolsak ikkimiz. Ondan mening endi munosabat doiram kengri. Do'stlarim bor degandek, saboqdoshlarim bor. Ashlar bilan sorunlarga chiqishimga qanday qaraysiz? Chiqsangiz bo'ldi. Sizning deganingiz mening demakchi o'xshash jinsliklarmi yoki o'g'il saboqdoshlarim bilanmi ko'proq uchrashib chiqsam demakchimi? Qizlar. Qizlar bilan chiqsa bo'ldi. Qizlar orasida ham sorun o'tirishlar bo'ldi emasmi ashuni? Yani ba'zida undan xoli bo'lmaydi. Ba'zida o'g'il menda savdo ishlari jihatini elib bersak, hozir biz tirishish bosqichida, endi bir ishni bitiramiz deb deydi ekanmiz. Ba'zida qizlarning oldiga berib qolamiz. Shu ishlarimiz sababli ba'zida qizlar o'g'illarning oldiga berib qolgan ishlar bo'ldi. Unchalik u ishlarni ham o'zaro to'g'ri tushunsak, texmo yaxshi yutib ketalaymiz deb o'ylayman. Sizning bugun uslubingizdagi xoslikni menga deb bera olamsiz? Va yoki uni o'ldiramay qoldingizmi? Masalan, qaysi jihatdan? Masalan, kiyinish jihatda biz baya bir temani muzokaralashdik-ku. To'g'ri. Siz oxirida zamonga moslashgan xosligi bo'lsa degan yakunga kelgandingiz. Xo'sh, sizning bugungi kiyinish uslubingizda zamonga ham moslashganlik bor. Moda uslublar bor, hozirgi yoshlar yaxshi ko'radigan iqim bor. Xoslik bormi? Yoki o'rganmadingizmi? Uni qat'iy o'rganmadim. O'rganmay qoldingiz. Bundaqda 4-numurdan so'rab baqsam, sizning hamda shu o'g'illik bo'lgan talab fikringiz qandaroq? Men o'g'ilga bo'lgan talab fikrim menga ishonsa, anchungan beralsa, o'zaro bir-birisiga ishonsa, shunday qarayman. Menga ishonsa deganingiz qanday? Menga ishonsa degan qanday? Sen nima o'zaro tushunishib, o'zaro ishonsa deyman. Shu qaysi jihatdan ishonsa, masalan, sizning ixtiyoringizgami yoki sizning masalan, sizning sodiq ekanligingizgami yoki sizning uni rost yaxshi ko'rganligingizmi nimaga ishondingiz masalan? Menga ishonsa degan vaqtda nimani o'ylashdingiz? Ixtiyoringizgami degandek. Nimani o'ylashdingiz? Mening sodiqligimga. Sodiqligingizga. Sizning ilgirki Alining so'rashida cho'qim bir o'y xiyoli bor. Ali aldirab savollarni keyin yo'q savolni so'ramaydi. Sizning hamda tajribangizda sizga ishonmagan, ko'nglingizni og'ritgan biroz yigit o'tganmi? Masalan, sizni kunlab sadoqatmanligingiz ishonmagan. Shunda bo'ladi. Chunki bu qizning birinchi degandilar menga ishonsa degan. Siz shu so'radingizda? U avtomatik chiqadi odamda-chi, avtomatik odam o'zidan. Mening burungi muhabbatim shundaq ishonmay telefonlarni olib turib degandek ashta qildi. Men qat'iy to'xtamayman. Siz ashundan bir xil qo'qa ketganda. Abdulla, men faqat telefon aqtirmayman deydi. Sizning telefoningizni ko'rishini yo'q qana qaraysiz? Sizning telefon aqtirmasligingiz sababi
bir xil vusobe o'ylamsa yoki o'zing ishlamsa? O'zimga ishinaman, yana bir jihatdan telefon aqtirib, endi biz qancha bo'lsa-mu ko'rishga bordik deb telefonni tozalab bo'lgan taqdirda qiz bolaning ko'ngliga keladigan bir gaplar chiqib kelib qolsa, u o'tirliqda ikki qiz o'g'ilning o'rtasida urush paydo bo'ldi yoki bo'lmasa boshqa ziddiyat paydo bo'ldi. Shuningga endi men asosiyatini tekshirmayman degandik. Ammo tekshirgim kelamdi. Tekshirgim pek emas. Pek emas. Sen tekshirgisi kelmay tekshirmas bilan tekshirib kelib turib tekshirmas o'tirsda yana nurg'un farq bor. Sen uni tekshirging bor. Ammo sen tekshirsan bo'lmaydi degan bilan sen boshqa usulda yana xuddi shu tekshirging bor, shu hissiyotni cho'qim chiqarsa. Ayollarmi shu? Ayollar ochiq keldi. Ammo ochiqni ifodalamidimi? Biroq u yana boshqa usullar o'chilayverdi. O yüzden açığını çıkardıgan, sen beni yaralandırdın, ben seni yaralandırman, o 100% aşında akıldı bu degen. Ademdeki bir xil, şu an şimdi fayin tiyavcı edemiz, Adem tabi aşında inkas buldu. Şu an, nurga vaxtını tekşürüşün mu mühim emas, tekşürmeskin mühim emas, en mühimi, senin aşında tekşürüş bir xil impuls, bir çoğundun şekillendi mi, şekillenmedi mi degen bir mesele kep çıkıdı. Hem de, hayatın 4. numaralı kız degandek, 4. numaralı kızdan muhabbeti mesela bunu işenmeydi ekan. Bu nokul bu 4. numaralı kızıki mesele emas bu. Aş o'g'il boldiki mesele bo'ldi bu. Bu qiz 24 saat yeni tursa-mu o'xshash gumonlayverdi. Bu amaliyotni qarshi tarafdagi bir xil psixikalik jarohatning ifodasi. Shu bu qiz bir xil bizar bo'lib ketgan undan-chu. Tushundirib baqqan, ammo bizar bo'lib bir xil bir nafas og'idekmi ko'nglingiz qolmagan. Shu har qanday vaqtda birinchi ulab mana shensa deganni birinchi o'rin tizib talabni o'tirsida. Odam shu uchun eng muhim bo'lgan talab birinchi o'rin qo'ydigan aytdi. To'g'ri. Alimadim unda bo'lsa shu xil ziddiyatni to'g'ri qanday usullar to'g'ri hal qilamiz demak. Shunda bo'lsin, biz insonlarning yashash jarayonida biz uchirgan ziddiyatlarni qaşmaymiz. Her bir ziddiyet, her bir umutsuzluk, her bir odam, mayli bu odam ko'nglini og'risin yoki nimani desin, her bir sen bilan uchrashgan shaylarda sening oshningdan osh gapni anglash tegishli bir ehtiyojing bo'ldi. Agar men seni misol nayt g'ururing tegadigan bir maza qiladigan gapni qildim deyli. Sening butun fokus nuqtang men tushib, men o'sh bo'lib ketsa, mana bu insonning ezgit bo'lgan yeri. Amaliyotda mening seni mazoq qilishim, asl sen doim ashundaq bir mazoq qilinish o'zing amaliyotda ashundaq bir mazoq qilinishdan iborat bir tuyg'uda tursa, men faqat sening ichki dunyoringdagi o'zing bilan o'zing o'tirsa bo'layotgan hudungni, o'zing bilan o'zing bo'lgan suhbatni men faqat nimasi sana ko'rsatib qo'yma xolos. Nurg'un ziddiyatlar nim deb chiqadi. Nurg'un ziddiyatlar kimingni ko'zga ilmaysiz deb urishadi. Kimingni ko'zga ilmaysiz deb urishadi. Bu zaten nereden kelib chiqadi? Chunki odamlar xuddi qarshi taraf uni ko'zga ilmayotgandek bir xil hissiyotda bo'ladi. Ham bu xil hissiyot qarshi bir bo'lsa, nayt qattiq turib oladi, bir bo'lsa qarshi tarafning gaplariga sezgur bo'lib ketadi. Yana bir bo'lsa, o'zi oldin qarshi tarafni mazoq qilish orqali uni mazoq qilishdan oldin oldigan avvallar bor. Bularning hammasi mudofiya. Shu ziddiyatlardan qanday saqlanib bo'ladi dema. Har qanday bir ziddiyatni sen qarshi ol. Men demoqchi bo'lganim shu ziddiyatni qanday hal qilamiz demoqchi. Uni hal qilolmaysan. Konkret hal hargiz hal qilolmaysan. Buni haqiqiy hal qildim men, muallim desang, uni hal qilolmaysan degan hal qilolmaydi emas. Hozircha sen qanday hal qilsang bu hal olmaydi. Masalan, ma qizni misol olsak, o'g'ildoz gumonlandimi? Ming tushundirganlar hal olmaydi. Yurgini HP'simi? Telefonni tutqizib qo'ysimi? Bu hal olmaydi o'z diyet. Chunki o'z diyetning asli kelib chiqishi hargiz bu qizning birdan telefon so'zishi yoki bu qizga boshqa bir o'g'il bolda uchur kelganlik emas. Asli diyetning sababi bolaning qalbidagi masala. Uni bu qiz orqali uni sen o'shanmaysa, sen yoki ondoq orqali o'shanmaysiz. Bu o'sha odamdagi bir xil soy hisoblandi. Shuni men jiqdayman-ku. O't ketdi, o'tdan tutun chiqdi. Sen tutunni bir taraf qilib o'tni o'chirolmaysiz. Sen tutunlan qancha apilishib, qancha tutunni yo'qotib etsang, o'tning xiyoli kirib chiqmaydi. Ammo tutunni o't orqali kontrol qiladi. O't o'ssa, tutun
anandaki öçüdü dengep. Şu nurgun vaqtlarda adamlar tütünler bilen apılışıdı, ot yan meni verdi, o tütünü birdemlik yok kılıp etken bilen ot öşmegenlik üçün yan tütün çıkıdı. Şuna ziddiyet menge kurmaydı denk. Otunu tapamamdık. Ot ne hazırca tapanmaysızlar. Rast demsey konmaydı. Hem de onun için konkret vakitte, konkret şahıs, konkret vakalık boyunca alakağınızı izleseniz buldu. Buldu. Hoş gene. Hem de kızlardan bir sual soran fikam. Sizge bir fırsat beray. Sizin ikinci qitimliq sahneye chiqishingiz emasmi? Mushu bir sualınız va yoki mushu qitimliq fursatingiz orqali chiroqlarni ko'proq saqlab qolishga tirishib yiqing. Tatiglarda, masalan, ma'lum bir odam o'lib ketsa, o'lim to'lam puli degan gapni chiq anglaymiz-ku. Mushundaq o'lim to'lam puli miros doirasiga kiramdi. O'lim to'lam puli mushu tabiiga, ya'ni tabiiy shaxs o'lgandan keyin shakllangan pul. Miras bo'lsa, miras qoldiruvchi hayot vaqtida qoldirgan o'zininki qonunliq shaxsiy mol mulki. Buningdan shuni ko'rishga bo'ladiki, o'lim to'lam puli miras doirasiga kirmaydi. Rahmat. Qani, Abdullah, savol so'rasangiz bo'ladi. O'zingiz uchun bir palampay yasang, men sizga fursat beray. Mushu palampayingiz bilan balkim chiroqlar siz uchun ko'proq saqlanib qolishi mumkin. O'zing qizlarning kelgusidagi jo'ranglar yoki muhabbatinglar qarta qanday talab fikringlar bor? Kim javob bersin? 4 numaralı qiz. 4 numaralı qiz. Mening muhabbatimga bo'lgan talabim endi kiyinish jihatdan deb kelsak, endi shu shan kiyingan bolalar, endi kelishgan salobatlik. Men nima desam, endi birlik qilib deb qo'shildigan mening gapimga. Hamdamda bo'ldigan shunda deb qarayman. Qanoatlanarlik bo'ldimi? Qizlar chiroq o'chirish bosqichiga kirdik. 3, 2, qizlar chiroq o'chirish bosqichiga kirdik. 3, 2, 1. Bugun bir xush xabarlar bor ekan bu sahnada. Zuhra siz uchun chiroqni saqlab qopti. Siz uchun menimcha bu xushalliq inim. Nimishga deganda siz eng oxirgi savolingizga javob berishga dal Zuhrani taklif qilgan. Demak, sizning qiziqish nuqtangiz Zuhraga markazlashyapti. To'g'ri dedimmi? To'g'ri. Undaq bo'lsa, endi chiroqni o'chirib etib qaytib kelish va yoki Zuhraning qo'lidan tortib sahnaga olib chiqish huquqi sizda. Qani. Muborak bo'lsin. Zamonaviylikqa yondashgan xasligi bor modani yaxshi ko'radigan Abdulla inim sahnamizdagi zamonaviy singlimiz Zuhrani achib ketish oldida. Zuhra, sizmi dadillik bilan chiroqni saqladingiz? Abdullaning qaysi taraflari sizga bakrak yoqqandi? Endi savol so'rashdik emasmi? Ha. Savol so'rashganda endi bir-birimiz bilan o'xshash chiqdi. Yoqtirgan yerlaringizdan chiqdi. Yoqtirgan yerlaringiz o'xshash. Kiyinishdan yoqtirdingiz, ha? Abay xuddi menga Abdullani tasvirlab bergandek dedingiz. Qandaqroq o'g'illarni yaxshi ko'rsiz deb Abdullah so'rsa, sho'shan kiyingan, har kun uslub kiyingan, kelishgan bola deb o'zini tasvirlab berdingiz o'ziga. Shu bayon qarsam shunday ekandim. Bo'ldi. Muborak bo'lsin. Sizlar sahnamizni qo'l tutishib tushib ketish oldida turibsizlar. Oldi bilan bugun sahnaga chiqib ikkinchi qitimda muvaffaqiyat qozongan enim Abdullaga Xinjiang Pillin savdo cheklik shirkati hamkorlashgan Xinjiang Shoxlan savdo cheklik shirkati ta'minlagan Sanxing markasidagi oilaliklar saymonlarini top tarqitish markazi ta'minlagan tok qozonni sovg'a qilamiz. Sizga bo'lsa singlim Xinjiang Bergnas xalqaro savdo cheklik shirkati ta'minlagan oltin uzuk sovg'atligimiz bor. Qabul qilinglar. Rahmat. Uyga tamoq yedigan bo'ldik-da. Tamoq yedigan bo'ldik dedingizmi, inim? Tok qozondimi? Ma'qul. Shu tilaklaringizga yeting. Agar tok qozonda tamoq etish fursatlariga erishib, ishqinglar o'ylanish xatini programma guruhimizga ta'minlab bera olsanglar, undaqda
Şinjan Pasil Xalqara Savdo Çeklik şirketi işkanlarının sanya sayayitanlarının barlıq çıxımını öz üstüge alıdı, yani Şirinay sayayitanlarının. Rahmet. Şinjan Pillin Savdo Çeklik şirketi hamkarlaşkan Şinjan Şoxlan Savdo Çeklik şirketi Sanxing markasındaki aileliktir saymanlarının bir bolsa Tokmuncha yoki bir bolsa tammash sovuq qiladi. Chiqinglar qalgan birini tanlasanglar bo'ldi. Shart o'yinishga ta'minlab bergandan keyin muborak bo'lsin. Chiqinglarni xo'shal o'zitimiz hamsa. Men buyurdik. Rahmet. Mustaqlab oldingiz, masab qo'ymsin bo'lamdi. Sap qo'ymamsiz. Qo'y. Qanday soldi? Üzük sapaqmağama qızlarga. Omaq şirket qandaq saldı deydi ha. Muborak bo'lsin singlar. Muborak bo'lsin enam. Rahmat. Baxtli bo'linglar. Oxirga chiqinglar tiligimiz. Rahmet. Müşahede ottağan endi bir şükürlük yaptı. Müşahede ottağan muallimlerge, ustazlarga rahmet. Endi müşahedeki kelgen kızlar endi keyin müşahede kelip müşahede layık deb şunlarni ümit qilaman. Bana o'xshash qo'l tutishib ketinglar demamsiz? Bana o'xshash qo'l tutishib, müşahede chiqib mukofotlarni ilib tushib ketinglar. Rahmat singlim. Xayramsa chiqinglarni. Xo'shal o'zimiz. Amon bo'linglar. O'zingizni asrang. Yaxshimizlar ko'pchilik. Zuhra bilan ishimiz hozir sahnadan tushdik. Sahnaga chiqib, Zuhra bilan fikrimiz bir yerdan chiqqanlik sababli ishimiz qo'l tutishib tushdik. Endi men sahnaga chiqqandan keyin Abdullah bilan fikrlashib, fikrimiz bir yerdan chiqib, endi mijozimizmi kelishib qoldi. Shunga endi bundan keyin bu yaxshi o'tib, sayyorlarga berib kelsak degan o'yin bor. Oxir bir jup chiqdi ya, sahnamizdan qo'l tutishib tushib ketadigan. Adamning ordig'i chiqib qoldi ekan. Har qaytam programmamiz oxirlashi oldida qiz yigitlar chiroqlarni o'chirib etib, o'g'il bola hech qisi yo'q deb tushib ketganida rost hech qisi yo'q. Lekin atayin programmani ishladik. Maqsad inoq jamiyat uchun bir-birini yoqtiradigan, oila qurishga iroda bog'lagan yoshlarimizni ko'paytirish. Elchi programmamiz ana shundoq muhabbatni mustahkamlash uchun davomli ajr bilan ishlandi. Qizlar, sizlarni quruq qo'l qaytmanglar. Sizlarga Şinjan Bergnas Xalqaro Savdo Çeklik şirketi ta'minlagan sovg'atlar bilan Şinjan Tilsimat Kirim buyumlar savdo cheklik şirketi alayda avatgan attirlarni sovg'a qilamiz, qabul qilinglar. Muhabbat uchun kurash qilyapmiz yoshligimizda. Muhabbatni öy-öylarga yetkazish uchun, ota-onalarning chehridan kulgi ketkizmaslik uchun, yoshlarimizni ham xotirjam qilish uchun programmamiz yaxshi bo'lgan o'rganish so'rini bo'ldi. Bir tarafdan Ali muallimdan psixika bilimlarini egilsa, bir tarafdan Fatugul adamdan qonun savodlarini kuchaytirib mengyapti. Sahnadagi qiz yigitlarning paranglari orqali Mendek hadisining yetaklashi bilan ko'pchilik muhabbat safarini ko'ngillik davom etyapti. Elchi programmamizning safarlari uzilib qolmaydi. Kelar hafta biz bilan birga muhabbat safariga chiqinglar. Programmamizning tajdorligini o'zgacha tantit qiluri bilan xaridorlarning olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Cho'ngustam yemaklik ishlab chiqarish shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Şinjan Pasil Xalqaro Savdo Çeklik şirkati alohida qo'llagan. Şinjan Kamera madaniyat tarqatish shirkati programmamizni ajri bilan kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.